Bu karavotimiz asabasi 6000 ko'ylak karavot. Biz davlat bayramilar onadagi do'konimizdan yeni ish munosabatimizdan buni alayda baho qilib butun Shinjongga 3999 ko'yga bir tal karavot, mushu 20 santimlik motorsini qitib biz faoliyat qilgan. Endi bu da devletin yani bir 15%lik to'liqlama siyasi geldi. Xaridorlarni so'ratadi. Mush faoliyat karavotlarni yana mush faoliyatni qilamsizlar deydi. Biz qilamiz. 15%lik to'liqlama biz faoliyatda qatnashsak, bu karavotimiz 3999 ko'ylakni 3399 ko'yga biz motorsizdan karavotni faoliyat qilamiz. Mana mush karavotdan boshqa yana 15%lik to'liqlamani boshqa mallig'imi faoliyat qilamiz. Qani ko'rib boqaylik. Mana bu safarimiz 3 metr 80lik safa bu. Buni bahsi aslida 10 ming ko'ydi. Biz do'konda 6999 ko'yga faoliyat qilgan. Bu da devlet'te 15%lik to'liqimizni qatsak, yana buning bahsi 5950 ko'yga tushdi ekan. Bundan boshqa men ishkab turdiki, malni ko'rib boqaylik. Bu malni biz yito, kuchet. Asli bahsi 13 ming ko'y. Bizniki do'konimizning faoliyati 7999 ko'y qilgan. Bu do'qi davlatning itbar bir siyosatidan buning bahsi 6799 ko'y bo'ladi ekan. Shunga mush fursatda xaridorlarni ching tutib, bu sarkar kelib, mal sotishni qarshilaymiz. Xayr xo'sh.